Ba'zi bir ayollarda homiladorlikka harakat qilgan paytida folikulalari yetilmaydi yoki yorilmay qoladi. Ungacha hammasi yaxshi edi. Sababi tashqi tomondan beriladigan bosim. Yangilik bormi, qaynananing aralashuvi yoki qarindoshlarning aralashishi natijasida psixologik stress kelib chiqadi. Stress bu asab buzilishi yoki jahl otiga minish emas, bu yerda o'zingiz bilmagan holatda kortizol degan gormonni oshirib yuborasiz. Bu gormonni oshishi natijasida aynan folikularning yetilib yorilishini boshqaradigan markaz gipotalagiy-gipofizar sistemani buzadi va natijada folikular yetilmasligi tabiiy hisoblanadi. Shuning uchun sizdagi betoqatlik aynan ovulyatsiyani orqasidan quvlashingiz shuncha uni orqaga o'g'irlab ketaveradi. Sizga maslahatim, birinchi o'rinda o'z vaqtida dam oling. Odatdagidek yashashga harakat qiling. Hech qanday asab buziladigan yoki savollarga e'tibor bermang. Qalb sokinligiga erishing. Kerak bo'lsa tinchlantiruvchi dorilarni ichishingiz mumkin.